Baykabuk ve Ejder. Yazğıcı Zeynep Sevde. Döldümdeki barlıq ürkek balalarga bağışlayman. Ejderning uyi qop-qorong'uti. Bir derisi yo'qdi. Ama onun derisiga ehtiyojim yo'qdi. Chunki tishi bek xatarlikdi. Ama taliga Baykabuk batdi. Bayka tamda yashaydi. Ejderni qo'g'dab, qachon nima ish qilish kerakligini uningga deb turadi. Teshida nimalar bor, bir bilsang. Canavarlar, maxluqlar, böcülər. Amma qo'rqmasangmi bo'ldi? Men seni yomonliklardan qo'g'dayman, deydi Bayka. Ejder azaldan Baykaning so'zidan chiqmaydi. Endi boshchilab turib, tilingni chiqar, deydi Bayka. Tamdiki ramkaning ichida turib olib. Ejder shu zamot boshchilab turib, tilini chiqaradi. Nimishga deb so'rabmi qo'ymaydi. Chunki Baykaning o'zi uchun eng foydali ishlarni o'ylaydiganligini biladi. Bayka bo'lmasa, u doim xato o'ylab qoladi. Qo'sqim qichiyotdi. Putini uzatib, ozroq tatla. Bu sening putlaringni kuchlantiradi, deydi Bayka. Ejder shu zamot Baykaning degindek ramkasiga putini uzatib, uning qo'sqini tatlaydi. Baykaning deganlarini qilgan vaqtida o'zini bek aqlli his qiladi. Baykaning har minut, har sekund o'ziga yaxshi bo'lsin deydiganligiga ishonadi. Ejderning uyi kichikdi. Har sahar turib, avval yotqinni yig'adi, yuzini yuvadi va bir taxsa ho'rlangan sut tuxumini yeydi. Ondan yerlarni supurib, to'plarni aytadi. Bularning hammani qilib bo'lgandan keyin hech qanday ish qilmaydi qildik. Krisloda so'zlab, xiyol surishga tirishadi, ammo qandoqligimizni xiyol surolmaydi. Bayka xiyolni qandoq surdi deb so'radi bir kuni. Men bek-beyz xiyollarni surma, tuqqanlarim xiyollarimga hayron qoldi. Xiyol ichitgan ko'ktatning bir turi, ozroq achchiq bo'ldi. Ammo sen xiyoldan yiroq turmasang bo'lmaydi. Seni og'ritib qo'ydi, oshqozning tugishidi, dedi Bayka. Ejder bundaq narsani talab qilganligi uchun o'z-o'ziga ochchig'i keldi. Baykaning ko'nglidagidek biri bo'lolmaganligi uchun ko'ngli yerim bo'ldi. Ejderning uyida bir ishkab lip-miliq o'g'irlangan sut tuxum botdi. Har kuni bir taxsa uningda yeydi. Seriq rangli milix-milix bir yemekdi. Bir kuni kollasiga g'ayri bir ish keldi. Bu o'y uni ozroq qo'rqatdi, ammo o'z-o'zini bir jasoratlantirib Baykaga deb baqdi. Bayka, acaba dunyoda o'g'irlangan sut tuxumdan boshqa yeydigan narsami bormidi? Mugdab qolgan Baykaning shunchalik achchig'i keldiki, ramkaning ichidan chachrab chiqib ketgan tas qoldi. Bunda o'yladi bo'lishing bek xato. Barakalloh xohlasang, o'tirib o'g'irlangan sut tuxumingni tugat. Aqlliq bir ejder bunda savollarni so'ramaydi. Buningdan boshqa tamoq albatta yo'q, dedi Bayka. Ejderning kunlari shunchalik jimjit o'tib. Ammo bir kun ajoyib bir ish bo'ldi. Sirtdan bir ovoz anglandi. Azaldan sirtdan bir ovoz anglab boqmagandi ejder. Nima ovozdi deb shunda qiziqib, qo'lqini tamg'a chaplab anglashga tirishdi. Nim qilyapsan sen? Deb vaqirdi Bayka. Shunda chin vaqirdiki, ejder qo'rqib bir to'shib kirib ketay dedi. Bir ovoz anglagandek bo'ldim, dedi ejder. Yo'q, undaq ovoz yo'q. Bundan keyin sana tamg'a yiqilish cheklandi, dedi Bayka. Ondan ovozni sal yumshatib, buni sana yaxshi bo'lsin deb dedim mening kichik suyimlik ejderim, dedi. Ejder bir kuni uyni supurayotganida supurgining sepi tomga tegib ketdi. Tomdan g'ayri bir ovoz keldi. Ejder avval Baykaga qarab baqdi, uxlayotdi. Supurgisining sepi bilan bu qitim qasdan tomga urdi. Yana ovoz anglandi. Yana bir qitim urdi. Bu qitim ovoz texmicha anglandi va tomga daz ketdi. Daz ketgan ovozdan Bayka uyg'ondi. Voy,
canım ejderim yugure yanıma gel canavarlar seni almoqchi bo'ladı deb vaqirdi ejderga. Ejder süpürgeni itipla Baykanı quchoqlab oldi. Haqiqatan bek qo'rqib ketgandi. Yaxshi sen bor ekansan, dedi ejder. Dez ketgan yer ichilib qolgandan yog'izi ejderning kallasi doim sirtdi. Ertasi dez ketgan yer bilan ko'z-ko'zga uchrashib qolmaslik uchun u shundoq chididi. Dez ketmagandekli bo'lib olishga tirishdi. Ama tushdan keyin to'tda o'zini tutolmay marab boqdi. Ko'zlariga ishonolmay qoldi. Dez yo'g'inib ishkaschilik bo'lgandi. Bayqaga chandurmay kuzatishga boshladi. Qo'li bilan asta tutib boqdi. Bir shamol urgandek bo'ldi barmoqlarini. Dez ketgan yerdan ichiga shamol kiryotdi. Nima? Nimdo paysi dedi ejder. Voy xudoyim, tez gel yanımga, yiroq tur demidim mi sana? Sirtiklar seni so'g'rib chiqdi. Men bo'lmasam, homlik qilib yevitdi seni, deb vaqirdi Bayqa. Kunlar o'tgancha ejdermi cho'ng bo'layotdi. Burun rahat yota olgan karvatiga hozir faqat bir poch qilib yotadi. Bayqaga qarab so'radi. Bayqa, menchi endi men cho'ng bo'ldim. Sirtqazroq chiqib boqsammiki? Nima deyotganingni bilyapsan. Sirtqa chiqsang tugishsa, teshidikilar bek eski, seni saddaydi, quyruqingni tortidi, qanotlaringni zonliq qildi. Seni mendan boshqasi yaxshi ko'rmaydi. Tushunyapsan? Nimishga qimmatimni bilmaysan? dedi Bayqa. Ejder o kuni o'rlangan sut tuxumini yeyotganda dez ketgan yer bilan ko'z uchirishib qoldi. Dez ketgan yerdan kichik bir nur yonsiyotdi. Ejder dez ketgan yerga velkisi bilan azroq tekizib boqdi. Kichik nur cho'ngaydi va ichiga to'ldi. Bayqa nurni ko'rar-ko'rmas vaqirdi. Ejderim jinim mening yuguragimga kel. Tishi bek xatarlik, sen bek ojiz, kichik bechora bir ejdersan. Og'rib qolsa, yiqilib tushsa. Nur shunchalik go'zalki, ejder Bayqaning ovozini anglamagandi. Ejder shunchalik cho'ng bo'lgandiki, uning burnini mundaqla tekkizib qo'yishi yetarli bo'ldi. Tam ikkiga bo'lindi. Endi Bayqaning ovozi chiqmagandi. Ejder uning qo'rqib ketganligini o'yladi. U cho'qim qo'rqib ketdi, birdamga aqlimdan keldi deb o'yladi. Uydan butunlay chiqmagan ejder havas bilan beshini sirtga chiqardi. Va, sirt nimda yo'g'on? Azroq tortinib putlarini sirtga chiqardi. Ammo puti tuproqqa tegib yiqilib tushdi. O'zini sal o'ngshab yer o'tirib yig'lashga boshladi. Bayqa menga deganda yiqilib tushsa deb, endi meni kim qo'g'daydi, qandoq qilaman deb buqildab yig'lab ketdi. Yig'lab harg'inida tizini tutib minishga boshladi. Qiloladim, turoladim, dedi o'z-o'ziga. Shundoq muzlab ketgandi. Qo'sqimi oshqandi. Sirtda ho'rlangan sut tuxum yo'qdi. Bir narsa tepish kerakdi. deb bir yo'taldi. Og'rib qolgandi ana. Yana bir qitim yo'taldi. Nima u og'zidan o't chiqqandi. Yerdagi yumaloq oq narsalarga o't tekkinida ular qizardi. Shunchalik tatliq bir puroq atrofni bir oldi. Pishgan yumaloq narsalarni og'ziga soldi. Bek yeyishlikdi. Ejder yangi topgan yemikini yeyotganida yeniga bir bola keldi. Gümbədəklər nimda pes puraydı, dedi bala ejderga. Ejder başta qo'rqib qochay dedi, ammo voz kechdi. Qiziqishi qo'rqusini yengendi. Sen rostilla bir ejdermi? dedi bala ichiga qarab turib. Sen rostilla bir ejderhami? dedi bala. Shundoq-ku deyman, dedi ejder. Na xiyolimdagidek lamkensa, dedi bala. Xiyol so'zini anglaganda hayajonlandi ejder. Menga xiyol surishni o'rgatib qo'yamsa, dedi balaga. Bek o'ng'ay, xiyol surish uchishdekla. Faqat kallangni rahat qo'yivat, shu chog'da xiyollaring qanot bo'lib seni uchirdi. Bütün tishini ko'gim bor, dedi ejder. Menmi? dedi bala. Bala ejderning dimbisiga mindi. Shu kundan boshlab bütün yerlarni bayqashga boshladi.
Şakıratmaçlarını tuttu, okyanuslardan öttü, yağmur ormanlarını aylandı, pingvinler bilen usul oynadı, zirapı bilen bile mükü-mükülen oynadı. Ejder her bargan yeriden Baykağa bir xat əvətdi. Xitdə bir gün Baykanın sırtlarını görüş üçün cəsarətki kelişini tiledi.